Assalomu alaykum, Ümit Avtogoz obunachilari. Bugun navbatdagi mashinamiz Damas avtomashinasi bo'ldi. Bunga 65lik MMS metan balon o'rnatib berdik. Hozir qo'ygan vazifalarni tanishtirib olmasak, yana ko'rishingiz mumkin, plankalarni qo'yib, tina shumkalarni olib, idealni qo'yib berilgan. Gaykalardan kraska bo'lgan. Chotki. Kursani ko'rishingiz mumkin. Ya balonga kelganimizda millimetan sanoatining 22 texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan metan balon. Zapranchisi ichida bo'ladi. Bunda troslari tushib qolmasligi uchun hech nima mishati yo'q. Chotki bo'lib turadi. Ventillarni forwardlarga kelganimizda qizil original ventildan qo'yilgan. Mashinamiz hali shu spravka maslar. Reduktordan keladigan bo'lsak, Laudo original reduktor qo'yilgan. Erdamgina o'tishlarni e'tibor berasizlar, hamma joyida akkuratni bo'lib turadi. Chotki bo'lib, idealni bo'lib chiqadi. Kuchatimdan keladigan bo'lsak, 301 avtomat kuchati qo'yiladi. Bu yerda gaz, benzin o'tib turadi. Bu yerda chekning gaz solig'i ko'rinib turadi. Shunday mashin shot spravka dokumentlarni taxlab berildi hammasini. Kim shunday sifatida ishlar kerak va xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.